Bolangizda burun bitishi, burundan ajralmalar kelishi va nafas olishda qiyinchilik bormi? Va siz bolangizni uy sharoitida burnini yuvmoqchimisiz? Xatoliklarga yo'l qo'ymaslik uchun quyidagi tavsiyalarimga amal qiling. Ulardan birinchisi, burun ochuvchi spreylardan foydalanish. Masalan, Linafsil, Atrivin, Snoop, Nazivin Baby kabi spreylardan foydalanish. Ikkinchi, burun uchun foydalanadigan rastvor iliq holatda bo'lishi lozim. Uchinchidan, burun qoqish ko'nikmasiga ega bo'lmagan bolalarda burun aspiratorlaridan foydalanish lozim. To'rtinchi, burun yuvish qoidasiga rioya qilish kerak. Bunda boshning pozitsiyasi muhim ahamiyatga ega. Boshimiz oldinga va pastga egilgan holatda bo'lishi lozim. Boshimiz tik holatda yoki orqaga egilgan holatda bo'ladigan bo'lsa, burunga yuborilgan suv quloqqa o'tishi va yallig'lanish jarayonini keltirib chiqarishi mumkin bo'ladi. Bu esa asorat hisoblanadi. Agar bolangizda bu simptomlar to'liq va to'g'ri davolanishini istasangiz, bizning klinikamizga murojaat qiling.